Hurmatli faxriymiz, Ro'ziboyev ekipaj va samolyot parvozga tayyor. Ekipaj komandiri kapitan Turdiyev. Assalomu alaykum. Sekiz okey Rahmet Prezidentimizge sağ salamat oynar kılırsın. Senlik olsun, sağ salamat olsun. Aşer çakan yiyorlar. Şirin kimsek. Prezidimizge mi rahmet, kattı rahmet. Sabati bilan ikkinchi jahon urush qatnashchi 115 yoshli Sattorov Ro'ziboy ota Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida joylashgan Xonobod aerodromida C-295 rusumli samolyotda parvoz amalga oshirilgani munosabati bilan taqdirlanadi. Tabriklaymiz sizni. Tabriklaymiz. Endi otaxon haqiqiy uchuvchi bo'ldi endi mana. Ana voy. Otaxon endi haqiqiy uchuvchi bo'ldingiz mana sizga. Tabriklaymiz. Bo'ldi. To'g'riga qarab.